Parvardigoro, seni haqqingni ado qilishda noqislik qildik, xato qildik, adashdik, gunoh qildik. Nafsimizga zulm qildik, shaytonga yengilib qoldik. Havoi nafsimiz bizni yengib yomonlikka buyurdi. Ey Robbim, karaming kengligi, halimliging, rahmating ulug'ligi va saxovatingning buyukligiga suyanamiz. Huzuringga tavba qilgan, nadomat qilgan, istig'for etgan holda keldik. Parvardigor, bizlarni afv qil, kechir. Sendan o'zga Robbimiz yo'q. Agar bir bandaning qalblari iztirobga tushgan bo'lsa, qalbi sinib ketgan bo'lsa, ruhi tushib ketgan bo'lsa, tushkunlikka tushib qolgan bo'lsa, bu banda albatta istig'forni lozim tutsin. Istig'for g'am qayg'u bulutlarini, tashvish, iztirob shamollarini ketkizuvchi, bizga kifoya qiladigan dori, kifoya qiladigan malham. Alloh subhanahu va taolo bitta istig'for uchun bizga mana shunday marhamatlar ko'rsatadi. Alloh taologa duo iltijo qilib, istig'forlarimiz haqiqiy bo'lishini, qalbimiz bilan, chin yuragimiz bilan gunohni qilmaslik